Kamil karate olamdan o'tib qopti. Joyi jannatdan bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Kecha boksda qattiq urushib, satrasina holatiga tushib, Rossiyada Sankt-Peterburgda vafot etibdi. Endi buni hozir sizlarga aytyapman. Menga xabar keldi. O'zbekistonda xalq artisti bo'lib yuruvdi, Tojikistonda xalq artisti bo'lib yuruvdi, rahmatlik. Ancha odamlarni joyidan, ko'ynidan Odilxon ekovi qandosh urug'ib bo'lib, bir-biriga bordi keldi qilib, oqibatli bo'lib, juda yaxshi bo'lib yuruvdi. Joyi jannatdan bo'lsin, oxirati obod bo'lsin, qilgan gunohlarini Allohim kechirsin. Menimcha buni Odilxonni ham chaqirib olsa kerak. Chunki ekovi ag'da ham solishib, ag'da ham bir oktagonliga yaratish bo'lmasa bo'ldi. Kamil, meni ko'rib turgan bo'lsang, joying jannatdan bo'lsin. Do'stim, biz sen bilanmiz, qalban sen bilan. Ag'da bizni so'rab bo'lsa ko'rganim yo'q degan, bizning ishlarimiz bor bag'da. Xudo xolasa bir 97-98 ga kirganda yoningga boraman. Alloh rozi bo'lsin sendan. Joning sog' bo'lsin Kamil. Yetkazib qo'yinglar Kamilga.